Bu aparatimizda bir kunda 1 gektar 2 gektar makkani bemalol ekishinglar mumkin. Bemalol makka, mosh, loviya, no'xat, qovun tarvuz urug', oshqovoq urug', shunaqa urug'largacha eksangiz bo'ladi akalar. Komplektda o'zini mana bunaqa balonchasi bo'ladi akalar. Selkamizning nasatkalari 10 xil oshiq nasatkasi bor. Selkamizning rol qismi, selkamizni o'zi akalar mana ko'rishinglar mumkin. Selkamiz nержавейкali, zanglamaydigan materialdan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Makkani donlarini ekish chuqurligi 7 sm chuqurlikka donlarni bemalol ekib bera oladi. Dondan dongacha bo'lgan oraliq masofasi akalar 10 sm dan, eng qisqasi 10 sm dan 20 sm gacha regirovka qilib ishlatishinglar mumkin. Don solinadigan bachogiga 2 kg dan 3 kg gacha don mahsulotini solishinglar mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz selka haqida bo'ladi. Hozirgi kunda odamlar kuniga 200 ming 250 mingni ishlayotgan bir paytda bu aparatimizni atiga 1 million 200 ming so'mga xarid qilib olib bemalol ishlatishinglar mumkin. Bu aparatimizda bir kunda 1 gektar 2 gektar makkani bemalol ekishinglar mumkin. Bu aparatimiz makkadan boshqa donlarni ham eka oladi. Komplektida 10 xil oshiq nasatkasi bo'ladi. Bemalol makka, mosh, loviya, no'xat, qovun tarvuz urug', oshqovoq urug', shunaqa urug'largacha eksangiz bo'ladi akalar. Bu selkamizni hozir ochib videosini ko'rsatib o'tamiz, ko'rishinglar mumkin. Komplektda o'zini mana bunaqa balonchasi bo'ladi akalar, mana bunaqa ko'rishinglar mumkin. Selkamizning nasatkalari 10 xil oshiq nasatkasi bor. Bu nasatkalar yordamida almashtirib xohlagan doningizni ekishinglar mumkin. Selkamiz rol qismi. Selkamizni o'zi akalar mana ko'rishinglar mumkin. Selkamiz nержавейкali, zanglamaydigan materialdan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana bu rol qismining davomi. Akalar, endi bu selkamizni yig'ib ko'rsatib beramiz sizlarga. Akalar, mana selkamizni yig'ib tugatdik, yig'ib bo'ldik. Buni endi to'liq ma'lumotini sizlarga berib o'tamiz. Bu selkamiz akalar makka va boshqa turdagi donlar bemalol ekishinglar mumkin. Bu selkamiz akalar chuqurligi, makkani donlarni ekish chuqurligi 7 sm chuqurlikka donlarni bemalol ekib bera oladi. Keyin bu oraliq masofasi, dondan dongacha bo'lgan oraliq masofasi akalar 10 sm dan, eng qisqasi 10 sm dan 20 sm gacha regirovka qilib ishlatishinglar mumkin. 10 sm dan 20 sm gacha regirovka bo'ladi. Bu selkamizda akalar don sig'adigan bachogi, don solinadigan bachogiga 2 kg dan 3 kg gacha don mahsulotini solishinglar mumkin. Bachoglarni ko'rishinglar mumkin, juda ham sifatli. Bu selkamiz nержавейкali bo'lganligi uchun yomg'ir joyda, suvli joyda qolib ketsa ham zanglab ketmaydi. Nержавейкali materialdan ishlangan. Keyin mana bu orqa baloniga keladigan bo'lsak, orqa baloniga akalar ichiga qum solib qo'yiladi, ichiga qum to'ldirib qo'yasiz. Buni yetalab don ekib ketayotgan paytingizda orqasidagi baloni ekib ketgan donni ustini ezib, tekizlab ketadi akalar. Endi akalar, bu selkamizni dastavka xizmatlariga keladigan bo'lsak, butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib yetkazib beramiz. Kimga shunaqa sifatli selkalar kerak bo'lsa, video ostiga nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa yetkazib beramiz. Videoni akalar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bitta podpiska qilib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq videolarni olib boramiz. Xudo xohlasa buni don ekishlarini ham video qilib qo'yib boramiz.